Hammaga assalomu alaykum. Yangi variant chiqdi. Yunusobod 11-kvartal, 2 xona, 2-etaj, 4 etaj kollektor. Hozir sizga obzorini qilib beramiz. Bu yerda zal. 3/5. Remont sifatli qilingan. Bu yerda spalni zonamiz. Hamma narsasi qoladi. Bu yerda balkon. Kafel bilan qilingan kuxnyasi, hamma narsasi qoladi. Umumiy maydoni 51 kvadrat. Bu yerda vanna. Kafel bilan qilingan. Bu yerda sanuzel. Тоже kafel bilan qilingan. Narx bo'lsa $72,000. Agar sizga bu kvartira yoqqan bo'lsa, men bilan bog'laning. Diana покажет.